Hammamizga ma'lum, hayotda hamisha ikki tomon bo'ladi. Ba'zilar yordam qidirsa, boshqalar bundan daromad qilishni xohlaydi. Lekin ular odatda bir-birini ortiqcha ovoragarchiliksiz topa olmaydi. Hozirgi beradigan ma'lumotimdan keyin esa sizda aniq bunday muammo qolmaydi. Kornet bunday qiyinchilikka barham berib, umumiy uchrashuv maydoniga aylanadi. Bu yerda hammasi oddiy. Avval o'z rolingizni tanlaysiz. Siz vazifa yaratuvchisimi yoki uni bajaruvchisi? Aytaylik, sizga duradgor, elektrik yoki santexnik kerak. Siz bir necha tugmani bosish bilan buyurtma yaratasiz. Kornet yaqin atrofdagi bo'sh ustalarni ko'rsatadi. Bu xuddi jonli xizmatlar marketplace-ga o'xshaydi. Siz shahardagi barcha ustalarni birdaniga ko'rasiz. Balki o'zingiz usta yoki frilansersiz. Unda shunchaki kirishda buni belgilang. O'sha 4 ta yo'nalish faqat endi ular siz uchun buyurtmalar manbai sifatida ochiq. Sizni qayerdan topishlarini o'zingiz hal qilasiz. Xizmatlar lentasidan yoki professionallar umumiy bazasidan. Bir gap bilan aytganda, Kornet ish bozorini bir joyga jamlagan eng qulay platforma. Tizim tez, sodda va ortiqcha murakkabliksiz. Ish toping, mijoz toping, xizmat soting, e'lon joylang. Eng qizig'i, hammasini 5 daqiqa ichida amalga oshirsa bo'ladi. Keling, birgalikda platformani tezda har bir xonadonning asosiy yordamchisiga aylantiraylik. Bugunoq ro'yxatdan o'ting, guruhlarimizga qo'shiling va tanish ustalar hamda buyurtmachilarga havolani yuboring. Bizni tanlaganingiz uchun rahmat.